Mana kiyimlik raqlar haq so'lab ketdimi? Mana 200 dollar tayyorlab qo'ydik sen baliq. Qo'sh do'konga kelib ilvasanlar bo'ldi. Bir kiyimlik raq. Abbas qara men o'sha burundan tartib qizlarlar aloqa qildim. Shu qizlarga sovg'at qilma dedi. Rasman. Bo'lmadi turlar. Bo'lmadi gap bo'lmadi bunday desam olmaydi. O'sha chip turib qilib deb dedi men. Turib o'chama. Burundan tartib qizlarga bir sata qo'ydinglar. Ha shu gap bor. Men qanday gap sanlar bu do'konda nima olsanglar, menda bir kiyimlik raqni sovg'at qilgan bo'ldi. Andan keyin super og'alga men nimda baliza demdi, balina demdi. Bir kiyimlik baliza. Ha. 2 metrda bir kiyimlik chiqadigan baliza. Shuni so'qilsizlar. Sun so'qilamiz. Necha bo'ldi do'kon ochqizilgan? Biz do'kon ochayotgan hisobda 2008 dan boshlab hisoblsak biz ham tariximiz 18 da ishib ketdi bizga. 18 nima? 18 da ishib ketdi. Aqtob Nurg'un xonim qizlar to'y kelsa. 18 da ishib ketdi. Asosan ayollar jigrata dedi. Ne bo'lsa yaxshimisiz? Yaxshi dam olgansizlar. Chaqchaq qo'ydim. Unda olib qolsa do'konda mollarini qandaroq chiqadi do'konda mollari. O'zinglar bir bayir peqalar ismi nima? Qanisi mushu ismi nima? Mushu baldan kiyim elib to'y qilg'ili necha yil bo'ldi? Baxt ko'tatansa shuni bir yozib qo'yinglar penonchiga. Ana ekan bu yerda Nurg'un nasli masalan to'liq sharifidan tatib hammamizlar chiqib raq oy tarqandan nasli bosh film chiqib 3-yana 8 kash chiqib birmas. Ha, 3-mush film chiqib 3-yana 8 ga. Ha. Tafsilati menda qanday yozilgan? Ha, to'g'ri. Do'kondan setib olgan masalan qanday raq setib olgan raq e'tibordan qanday raq setib olsa bir kiyimlik mana mushunda bir kiyimlikka asli baho 80 ko'z setib mushunday Malladan muşdan işlem mesela. Kallıbalda. Halga sübiyen tallıbalda manılga. 2 dollar bad dilbay ben. Sani 2 dollar. Bugün tügep kitem do, tügep kitem do. Mesela 8 gün içinde tügep kesme hesap. Tügep kesme hesap veremiz. Bir kiyimlik rakıtlağanga bir kiyimlik soğuk biletimiz hem de. İkinciden, ma baliza desem Nurgullarla mesela elip kivatkan rızcı yemek koy, rız koyundan elip yegen balizanın reaktı şu. Hem bunun da maldan zerk ketmedik. Muş sembalık ayallarımızdan, ağaç sınırlarımızdan muşu hürmet için hem de. Muşu bir kiyimlik soperisi tavagan, muş xerdalga. Ay közülen koşup cama, közülen koşup bir daldan bir kiyimlik soğuk kılıp ettik yansın can. Çıdığa çıkağa oyan. Muyna soğuk kıldık. Ama ki balın bahası qanday bo'lsa, malning bahası. Malning bahası kelsa kelsin. Haliqi asli bahası degan, burun qilgan bahasini tushirib ketamiz. Malning asli do'kon ne menda ajoyib, menda o'ylamagan darajada shunda arzon beramiz demakchi. Haliq manshpol beramiz deb qo'ysak, aqam sa'iga qo'shib qo'limizga yaxshi ta'sir bo'lmaydi bir keskedemga. To'g'ri. Buni o'zimizning o'zimiz alayligimiz bor. To'g'ri tamam. Chunki malni arzon beramiz gap tugidi. Bu yerning adresi bizning Aqto'y Bushinjili do'kon mana. Men tunji qo'yan deymiz mana mush binodan yana mayaq mansda. Bunda manga vaqtida burun bar nimaga Aqto'y bekat bilsa. Mangla. Mush bitil mansaqlan bo'ldi. Bitti kelsak mana ma'lum qolsa seychan ishida chiqgan iliq ko'cha. Deyishingda. Yana birinchi asliniki ilgari rivoyat aytamdir deymiz mush oshxonaniki. Yana ustidan to'g'ri keldi. Bunda qolsa Esmara ipek raq do'koni. Mush do'konga mush bilan birga chiqsanglar. Bu birinchisining chiqish darvozasi, ya'ni kon Marva hozirgi rivoyat choy taomlarininki. Bu yon tarafi. Udullam chiqsanglar bo'ldi. Burunqa sayna lazım bazma qalsa uduldam. Hammamiz uduldim.